Assalomu alaykum, Muslim Official obunachilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Siz Muslim Official, ya'ni 01 kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz aka-ukalarimiz, videoni tomosha qilishdan o'tib kanalimizga videolarimizni like bosib, keyin videoni tomosha qilishlaringizni so'rab qolamiz. Men sizlarga va'da qilganda, xudo xolasa, Panjakit, ya'ni Moshin bozorida, ya'ni bu yerga Moshin bozor faqat shanba kun Moshin bozor bo'ladigan aka-ukalarimiz, bozor kuni bu yerga mol bozorlar, ya'ni chiqadi, ya'ni mol bozor, qo'y bozor shunaqa narsalar bo'ladi ekan. Biz Moshin bozorida polni abzor qilib, narx-navolar bilan, yillar bilan qanaqa Moshin yillari qanaqa sizlarga avzoq qilib tushuntirishga harakat qilaman degan. Va nihoyatda bugun Panjakit, ya'ni Moshin bozorga, ya'ni avtorinikka keldi. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizda mana polni Panjakitda turibmiz hozir. Sizlarga qoida bilan tushuntirib o'tamiz. Agar kimdagi reklama xizmati bo'lsa 93 534 04 94 raqamiga telefon qilsangiz, WhatsApp'im ulangan, promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ikkinchi telefon nomerimizga, ya'ni Telegram kanallarimiz ulangan. 20 388 71 21 raqamlariga Telegram ulangan, ya'ni megafonga promay chiqsalaringiz ham bo'ladi aka-ukalarimiz. Bemalol shu reklama bo'yicha telefonga telefon qilsalaringiz sizlarga bir chiroyli qilib, ya'ni reklama xizmatlarini sizlarga videorolik tayyorlab, ya'ni avzoq qilib shu YouTube kanalimizga qo'yib beramiz. Instagramda ham ijodlarni olib boryapmiz, xudo xolasa aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Xudo xolasa sizlar bilan aka-ukalarimiz Opel Astrajidan boshlaymiz. Bir yilni ham sizlarga tushuntirib, ya'ni gazma, benzinma, dokumentlari qanaqa, utilizatsiyalari qanaqa sizlarga chatga tushuntirib beramiz aka-ukalarimiz. Xatman 85%, ya'ni biz podpiska, ya'ni kanalimizda, ya'ni videolarimizni tomosha qilyapsiz. Aka-ukalarimizdan iltimos qilamiz. Aka-ukalarimiz videomizga like bosib, keyin videolarimizni tomosha qilingizlar. Ya'ni obuna bo'lib, ya'ni podpisatsiya tugmasini esdan chiqarmangizlar aka-ukalarimiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu videolarimiz faqat sizlar uchun, ya'ni obzor qilib tushuntirib berishga, ya'ni vaqt, ya'ni nima desam bo'ladi, vaqtimizni ketkazib sizlarga mana shu vaqtimizni sarflab sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Moshin masalani chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Panjakitda Moshin bozori bilan, ya'ni avtorinik bilan tanishib o'tingizlar aziz aka-ukalar. Biz bo'lmasa Moshin bozorida boshladik. Harakat qilamiz, sizlar ham podishkani bosingizlar aka-ukalarimiz. Nimaki bo'lsa sizlarga bolli tanishtirib, ya'ni yillarini aytib, xudo xolasa sizlarga yoritib beramiz moshinani. Xudo xolasa Opel Astrajidan boshladik. Opel Astrajini hijigi bo'ladi, ya'ni biz bagajida ko'rib turganlaringizda. Mana ya'ni bu Moshin bozorimiz xudo xolasa Panjakitda bo'lyapti. Men sizlarga abishat qilgaman aka-ukalarimiz. Mana tak salonlari, bismillah, elektropaket bo'ladi, ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Elektropaket, mexanik, konditsioner yo'q deyapti aka. Konditsioner qo'yilmagan. Aka-ukalarimiz taraf ochiladi. Motori kelsak, motor 1.6. Moshin tuzilishi. Mana patologlari. Xo'sh. Mana arka. Birodarlarimiz, Moshinning dokumentiga kelsak, Moshin dokumenti 1 yil bor deyapti. Telefon nomerini aytib o'taman aka-ukalarimiz. 937 35 00 raqamlariga telefon qilsangiz, ya'ni WhatsApplar ham ulangan, promay telefon qilsangiz ham bo'ladi aka-ukalarimiz. Moshinning adresi Panjakitda bo'ladi. Tak, egasi qani buni? Egasi, so'yib qani? Moshinning narxiga kelsak aka-ukalarimiz 40 ming somon deyapti. Yana muomala qilib beramiz aka-ukalarimizga deydi. Ya'ni o'zimizning obunachilar ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Moshin narxini 40 ta deyapti. Moshinning adresi Panjakitda. Telefon aytgan telefon nomerlariga bemalol narxni o'qib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Biz dal davom etamiz aka-ukalarimiz. Namimiz ham Opel Astraji bo'ladi, ya'ni HJBG degandan ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Moshinni obzor bilan tanishib o'tiramiz. Ya'ni Moshinimizning adresi Panjakitda bo'ladi aka-ukalarimiz. Moshinning yiliga kelsak 2006, ya'ni 1.8 qabirga deydi Moshin. Motorini ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz 2006, ya'ni 1.8, ya'ni qabirga deydi. Yana объемliga o'tadi. Saloni bilan aka-ukalarimiz. Moshinning baloniga kelsak 75-80% sostoyniya turibdi, ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Moshinimiz elektropaketdan iborat.
Konditsioner bormi aka? Konditsioner bor. Narxini qancha deymiz aka? 62 ming somon ha. Muomala bo'ladi. Mashina narxi kelsak aka-ukalarimiz 62 ming somon, tojiki 62 ming somon deyapti. Yana muomala bo'ladi deyapti. Biriga planshetlari bor ekan, televizorcha deydi aka-ukalarimiz. Ha. Mashina adresi Panjaga. Aka telefon nomerni aytasizmi? Ayting. 90 244 744 14 49 WhatsApp bor ha? Aytilgan telefon nomerlarga telefon qilsalaringiz WhatsApp ham bor, ya'ni promoy telefon qilsalaringiz ham bor. 62 ming somon, 2006-yil 108 motor, ya'ni qabirg'a dedi. Mana ko'rib turganingiz bo'lni sizlarga tanishtirib o'tyapman. Aka-ukalarimiz 3-mashinamiz ham Opel Astra bo'ladi, ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Opel Astra, ya'ni hijbik bo'ladi aka-ukalarimiz, ko'rib turganlaringiz mana svetini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Ya'ni mashin bozorimiz aka-ukalarimiz Panjakentda bo'lyapti. Panjakentda men sizlarga abishat qilganman. Mashinning saloni bilan tanishib o'tasizlar. Mashinamiz mexanik bo'ladi. Ya'ni abishni qo'l bilan ko'tarilayotgan elektropaket emas. Ana mexanik, mashin toza, salonlar polni chiqar bilan urilgan, ya'ni nikojini dedi. Konditsioner bormi aka? Yaksoli dokument bor ha? 1 yillik dokumenti bor deyapti. So'lashchan aka? Ventilator ha? Ventilator yo'q deyapti. Ventilator qo'ysa konditsioner ishlaydi deyapti. Ko'rib turganingizdek. Mashina yili 98. Mexanik, ya'ni mashinamiz chiqoldan iborat aka-ukalarimiz. Motor Yagushash ha? Prostoy ha? Mashina motoriga kelsak 1.6 ekan, ya'ni prostoy ekan. 1 yillik yaksoli dokument xas ha? Utilizatsiya hamma shas ha? Nomer telefoni bitta aka. Telefon nomerlarimiz aka WhatsApp do'rama. Telefon nomerlarimiz aka-ukalarimiz 92 715 63 44 raqamlariga promoy telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. WhatsApp telefon nomerlari ham ulangan hammasi. Mashinning adresi Panjakentda bo'ladi aka-ukalarimiz. Narxi qancha gufti? Chilipanj gufta esa savdo meshav gufta esa muomala dora gufta esa aka-ukalarimiz 45 ming somon, ya'ni muomala bo'ladi deyapti. Ko'rib turganlaringizda mashinamiz ya'ni Opel Duty deydi. Bu sotka emas. Ko'rib turganlaringizda kraskasi mana shundan iborat. Kraskasini o'zlaringiz taxminan bilib olasiz aka-ukalarimiz, chunki men bila olmadim. Aka-ukalarimiz mashinning balonni sostoyaniyasi kelsa 75-80% sostoyaniyada turibdi, chunki hamma mashinalar baloni bolimiy, ya'ni tugab qolgan yo'q, ya'ni yangi bo'lgan emas aka-ukalarimiz. Men sizlarga uzoqroq mana polni obzor qilib tanishtirib o'tyapman aka-ukalarimiz. Mashinning adresi ya'ni Panjakentda bo'ladi. Men sizlarga abishat qilganman, Panjakentda mashin bozorini chiqaraman deb. Mana mashinning obzor aka-ukalarimiz. Mashinning motori kelsa Yagushash motor ha? Yagushash prostoy ekan mashin motor aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda xudo xolsa men sizlarga salonni ko'rsatib o'taman. Konditsioner do'rama, konditsioner. Nesa? Ana, lyuk bor aka, konditsioner yo'q, planshet televizorlar bor. Mashinning holatiga kelsak, toza saqlagan, toza milgan aka-ukalarimiz. Ana. Mashinda chiqollari bor, nikojini, ya'ni prostoy lattali ko'rib turganingiz, mana televizorlari aka-ukalarimiz. Patologlar radno, ya'ni lyuk bor, bikonditsioner. 1.6 prostoy. Narx qancha aka? Sepancha. Ya'ni mashinning narxiga kelsak aka-ukalarimiz 35 ming somon deyapti. Yana savdo bo'ladi, ozroq muomalasi bor deyapti. Ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Telefon nomer aka 00 65 WhatsApp do'rama. Aka-ukalarimiz aytilgan telefon nomeriga promoy telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni WhatsApplar ham ulangan, yana jichcha muomalasi bor deydi. Aka bilan bemalol savdo qilib yurasizlar. Mashinning adresiga kelsak, mashinning adresi ya'ni Panjakentda bo'ladi aka-ukalarimiz. Videomizni kuzatishda davom etingizlar. Mashinamiz Opel Ashka bo'ladi. Motor necha aka? Motor chan? Yaqin, ya'ni 1.9 ekan Opel Ashkamizning motoriga kelsak aka-ukalarimiz utilizatsiyadan chiqqan dokument chan?
Moshinda dokumentiga kelsak, aka-ukalarimiz 1 yil dokumenti bor deyapti. Ropni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bismillah. Mashina motori, elektropaket bo'ladi ko'rib turganlaringizda, mexanik. Hamma joy ishlaydi. Konditsioner bor, ha, konditsioner bor deyapti. Orqa saloni bo'ladi. Orqa mashina ya'ni chixoldan iborat, kojin emas, ya'ni latta, ya'ni chixol qo'ygan, ya'ni salon. Ana bo'lmasligi uchun aka-ukalarimiz mana xudo xolasa o'zi mana tak, aka-ukalarimiz sizlarga probegini ko'rsatib o'taman. Mana probeglari. Shastohash, ha? Ya'ni 68,000 somon deyapti. Ya'ni muomala bo'ladi. Kim olsa deyapti, srochni sotish kerak. Aka telefon nomeri bitta? 88 727 15 WhatsApp dor, ha? Aytilgan telefon nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Ya'ni biz dashi